Assalomu alaykum, mana aziz takipchilarim. Avvalambor hammalaring xush keldilaring. Yaxshimisizlar? Mana hozir qo'limda ikkita yangi karta. Bu keyin bu. Hozir biz sizlar bilan bittasini ochamiz, yangi kartani. Qani boshladik. Yangi kartani ochamiz. Keyin yangi kartada ko'rishni boshlaymiz. Bu kitobni bu kartani o'zi chiqisi kelmaydi ya. Chiq bakalım. Mana hammasini oldik, kartalarni chiqardik, bo'shatdik. Qaranglar, qanaqa chiroyli kartalar, qanaqa chiroyli. Sizlar uchun keltirdim. Hozir birinchi ko'radigan kartamizning nomi aqlimizdagi insonni sizga bo'lgan muhabbat haqida ko'ramiz. Qani, aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan muhabbati. Boshladikmi? Aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan muhabbati. Hozir birinchi 7 ta olaylik. 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6-si chiqisi kelmayapti, yo'li bekka o'xshayapti. Yo'li to'siq. 7 tani. 7 tani oldik. Hozir endi 7 tani bir chekkadan ko'ramiz. Aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan muhabbati. Qani, boshladik. Aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan muhabbati. Haqiqatda sizga bo'lgan muhabbati chin yurakdan bo'lib ham, qanday desam ekan, hayolan sizni hayol qiladi. Postoyanno siz haqingizda o'ylaydi. Lekin ba'zi bir to'siqlarga qarab kela olmaydi yoningizga. Balkim oilalik bo'lishi mumkin. Balkim uzoq yo'lda bo'lishi mumkin. Balkim masofalar yo'l to'sqinligi bordir. Masofalar misol uchun bag'da Rossiya bo'ladi, bag'da O'zbekiston bo'ladi, bo'lishi mumkin Turkiya bo'ladi, yo bo'lmasa yana boshqa joylar. O'sha munosabat bilan uzoq bo'lishi mumkin. Tak. Dальше поехали. Siz xayolingizda har xil narsalarni ixtiro qilasiz. Qanday ixtiro qilasiz bilasizmi? Mana endi anchadan beri yozmayapti. Anchadan beri sizga qanaqadir xabar yo'q. Siz o'ylaysizki, bittasini topib olgan, endi meni tashlab ketdi, endi palon pukun, unga o'xshagan bir narsalar deysiz. Lekin batta unaqa xayol ko'rsatmadi. Chunki hamisha siz xayolidasiz, yuragidasiz. Ammo siz har narsani o'ylab ko'rasiz-da endi. Endi yana davom etdik. Siz o'ylaysizki, 3-odam bizga xalaqit beryapti deysiz. Xayolingizda o'sha narsani o'zingiz yaratib olyapsiz. Lekin hozircha manbatda 3-shaxsni ko'rganim yo'q. Xayolingizda har qanaqa narsalarni yaratib olmang, yo'q narsani o'zingizga paydo qilmang. Tak, dальше поехали. Ana, endi qarang endi. Sizni o'ylagan orzu, umidlaringiz, xayollaringiz. Hamma narsa sizni qo'lingizda. Boshqa odamdan kutmang siz. Ming o'sha boshqa odam bo'lgan taqdirda ham uni rulet qiladigan odam sizsiz. Endi qarangda, mana batta buyuk katta arslon turibdi, arslonni boshini ushab turibsiz siz. Chunki rulet qiladigan inson sizsiz. O'shaning uchun siz boshqa odamdan ko'p narsani kutmang. Lekin siz harakat qiling, o'sha odam hamma narsani sizga qilsin. Mana endi yana siz chiqdingiz. Hayolingizda yangi uylar, yangi mashinalar, ko'p narsani orzu havas qilyapsiz. Avvalambor yeting murodingizga. Lekin hamma narsa birdaniga bo'lmaydi. Sekin-astalik bilan bo'ladi. Arzimagan narsalarni orqasidan janjal to'palang chiqarmang. Iloji boricha yaxshi muomalada bo'ling.
siz o'sha o'ylagan hamma maqsadingizga yeting. Har xil qiyofada bo'lishingiz mumkin. Qanday? Bir judayam aqlli bo'lasiz, bir judayam yomon bo'lib ketasiz. Qanday yomon? Achchig'ingiz tez, badjahl, o'shanga o'xshab. Lekin aslida bunday olib qaraganda nihoyatda ko'nglingiz pok, hech kimga ozor bermaydigan, nihoyatda go'zal va xushbichim ayolsiz. Ammo achchig'ingiz kelganda qarang, necha xil bo'lib ketyapsiz. Aqlingizdagi odam haqiqatda sizni tushunadi, sizni yaxshi ko'radi. Siz bilan umrbod birga bo'lgisi keladi, lekin masofalar sizlarni uzoqlashtirib turadi. O'rtada shaxs, maxsh, uchinchi odam degan narsani ko'rmayapman. Kimga bu karta ma'qul kelgan bo'lsa, kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'shanga taalluqli karta. Menga to'g'ri kelmadi-yu, u bu desalaring, demak bu karta sizlarga qarashli emas ekan. Hozir buni kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'linglar. Oldinda qiziq har xil kartalar ochaman. Hozircha bitta yurakcha jo'natinglar, kommentariya qoldiringlar. Rahmat hammalaringga.